Kelinglar, tema apteka va dori Izrailda. Hozir O'zbekistondan ko'p bolalar kelyapti-da stroykaga. Shular telefon qiladi. Har xil dorilar kerak deb. Izrailda mana основной, mana bu super farm. Izrailda основной 3 ta sityovoy apteka bor. Har shaharda super farm, B farm, good farm. Davlat aptekalarida частныйлар ham bor. Keyin dori bu yoqda Izrailda O'zbekistonda emas. O'zbekistonda emas, bu yoqda faqat retsept bilan dorilar, retsept. Bez retsept hozir men ko'rsataman sizlarga. Bez retsept qaysi dori olsa bo'ladi. Bez retsept основной shu bosh og'riq, ana shunaqa yengil dorilar. Mana qara, отдел bor. Mana bu yoqda apteka. Magazin ham apteka. Mana bu apteka. Bu yerda retsept bilan berilayotgan dori. Mana bu отдел bez retsept. Mana nima? Mana. Kelinglar, qaysi dorini ko'ramiz hozir. Tak, mana paracetamol, prostuda uchun, shamollash uchun, nurafen mana bor. Og'riq uchun ibuprofen bor. Bu ham обезболивающий. Mana bu ana u burun burun uchun sprey. Keyin gel bor. Mana shuni отделda topasizlar mana. Strepsils bor. Tomoq og'rish uchun dorilar bor. Mana oyoq uchun Voltaren gel, diflofenak bor ichida. Keyin nima bor? Mana bu uchuq chiqsa agar Zavirax. Nima bor? Mana bu gemoroy uchun, mana bu yerda. Keyin yana nima? Tak. Mana bu tomoq uchun. Keyin mana bu izjoga uchun zardakin bo'lsa agar Reni bizadan ham bor. Mana bu aktivirni ugl bor mana. Mana shunaqa yengil dorilar bor, bez retsept. Основной retsept bilan. Shuning uchun lekin bez retseptlik dorini ham topsa bo'ladi agar kimga kerak bo'lsa. Mana plastrlar bor. Bu aptekalar har bitta shaharda bu super farmoz boshida ko'rsatdim, o'sha yerga kirasizlar. Kimga dori kerak bo'lsa, shuna отдел topasizlar. Ko'pincha aptekalarda bo'ladi. Olasizlar. Aslida bosh og'riq, qorin og'riq. Mana shunday bu yoqda xayjenskiy ular. Bu oyoq uchun mana. Mana shunaqa.